Mir Avtomatika kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan yana bitta mahsulotga e'tiboringizni qaratamiz. Mahsulotimizning nomi avtomatik garmoshka. Ishlashlarini qaranglar, zo'ra. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu joyimizning kengligi 14 metr. Har bitta avtomatik garmoshkamiz 7 metrdan ochiladi. Shunaqa katta joylarga bu zo'r yechim hisoblanadi. Istalgan razmerda qilib bera olamiz. Bu avtomatik garmoshkalarimiz o'ng tarafga, chap tarafga yurib ketmasligi uchun o'zini maxsus bir tekis tortilgan mana magnitlari bor, har 40 santimetrga qo'yilgan. Ochilish jarayonida ham, yopilish jarayonida ham xuddi o'sha magnitlar bo'ylab harakatlanadi. O'ng tarafga ham, chap tarafga ham yurib ketmaydi. Bir tekisda ochilib, bir tekisda yopiladi. Ochilish, yopilish jarayonlarida mana shunaqa ajoyib tarzda yig'iladi. Kimga shundan xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamini qoldiramiz. Telefon qilsangiz borib, sizlarni ham obyektivlarga xuddi shunaqa avtomatik garmoshkalarni o'rnatib beramiz. Mir Avtomatika kompaniyasi har doim mijozlar uchun eng zo'r va eng sifatli mahsulotlarni tavsiya qiladi. Hammalarga rahmat.